Bir musulmonning kundalik hayoti tunji nima ish qilish bilan boshlanadi? Albatta normal bir musulmonning kundalik hayoti at deganda bomdod namoziga azan chiqish bilan boshlanadi. Bomdod namozining vaqti uyqumizning eng shirin va tatliq qiladigan vaqtiga to'g'ri kelgachga, bomdod namoziga turish insonning nafsiga nihoyat og'ir keladi. Nima uchun Alloh taolo bizni nafsimizga og'ir keladigan ishlarni qilishga buyuradi? Chunki musulmon deganlik Allohga taslim bo'lg'uchi deganlik. Musulmon deganlik mujohid deganlik, ya'ni nafs bilan kurash qilg'uchi deganlik. Inson o'zining nafsiga kurash qilish orqali irodasi kuchlanadi, o'zini yengadi, havoy havasi va nafsining keyniga agashmaydi, ya'ni nafsiga qul bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo bizni nafsimizga og'ir keladigan ishlarni buyurish orqali bir musulmon bo'lishga, ya'ni bir mujohid bo'lishga buyuradi. Nafsimizga qancha og'ir kelgan ishlarda biz shunchalik tarbiyalanamiz, shunchalik yaxshilanamiz. Shuning uchun nafsimizga qancha og'ir kelgan ishlarning ostiga shuncha cho'ng mukofot yushirgan bo'ladi. Namoz bir musulmonga nisbatan tanlash emas, balki qilishga tegishli burch, ya'ni farz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda kufr bilan, shirik bilan iymonning o'rtasidagi farq namoz degan. Ya'ni bir odamning kofirmi, mushrikmi va yoki musulmonmi buni ayiradigan belgi namoz degan. Demak, namozning yana bir ismi iymon. Bir odam qalbida iymon bor ekan, uni cho'qim namoz bilan isbotlashi kerak. Ba'zi qarindoshlarimiz va yoki hamshirlarimiz men namoz o'qimagan bilan mening qalbim pokiza deyishadi. To'g'ri, qalbingiz pokiz bo'lishi mumkin, ojizlarga yordam berishingiz mumkin, yo'llardagi dam berishingiz mumkin. Ammo bularning hammasi sizdan namozni saqit qilmaydi. Chunki dunyoda, koinot ichida qalbi pokizlikda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yetadigan bir kishi yo'q. Shundoq turib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga namoz farz qilingan ekan, albatta sizga ham farz. Namozlar ichida eng afzali vaqtida jamoat bilan o'qilgan namoz. Namozni vaqtida o'qish uchun jamoat bilan o'qishga ahamiyat berish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 has ortiq degan. Shundoqla biz masjidga kirib namoz o'qay deb mangan vaqtimiz olgan her bir qadamimiz bir xatoligimizni o'chirsa, yana bir qadamimiz bizning darajamizni ustun ko'taradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Man tatahhara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihda tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja." Qandaq bir odam jamoat bilan namoz o'qay deb masjidga mangadi ekan, mangan vaqtida uning bir qadami uning bir gunohini o'chiradi, yana bir qadami uning darajasini yuqori ko'taradi deydi. Shunga uyimiz yiroq deb masjidga bormaslik texmi cho'ng fursatni qo'ldan berib o'tganlik. Agar sizning uyingiz masjidga yiroqroq bo'lsa, bu fursat sizga texmi ko'p deganlik. Albatta bu fursatga qatnashda bo'lganlar, mashinada bo'lganlar va undan boshqa motosikletlarda bo'lganlarmi o'ziga yarasha shaklda erishadi. Masjidga menga vaqtimizda tamkinlik bilan oldirmaymiz. Oldirib, tinib, qo'pollik bilan masjidga kirib bu xil shaklda namoz boshlash payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sunnatiga va axloqiga zid. Masjidga kirgan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sunnatiga uyg'un holda o'ng pitimiz bilan kiramiz va Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Ey Alloh, rahmetingning eshigini menga ochqin degan bu duoni o'qiymiz. Jamoat bilan namoz o'qish bizni g'iribsinishdan, g'iriblik tortishdan saqlaydi. Chunki masjidga borgan vaqtimizda tunishlar bilan uchrashishimiz, ko'rishimiz, ularning chiroyidagi tabassum bizning ruhiy holatimizga bir uzoq bo'ladi. Shundaqla jamoat bilan namoz o'qish bizning ijtimoiyligimizni yuqori ko'taradi. Aksincha, jamoatdan o'zimizni tortish, yolg'iz yashash, yolg'iz namoz o'qish odamni g'iriblikqa, yolg'izlikqa, tushkunlikka mahkum qiladi. Biz namoz o'qib bo'lgandan keyin masjiddan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'rgatgani bo'yicha Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Alloh, sening fazlingdan so'rayman degan bu duo bilan chiqamiz. Namoz bir musulmonga nisbatan farz, shundaqla musulmonligining belgisi va kimligi. Namozlar ichida insonning nafsiga og'ir keldigani bomdod namozi. Chunki bomdod namozi yuqorida biz deganimizdek uyqumizning eng tatliq va shirin keladigan vaqtiga to'g'ri keladi. Nafsimizga shuncha og'ir kelganligi uchun bomdod namoziga boshqa namozga berilmagan boshqa alohidliklar va savob va ajr mukofotlar belgilangan. Masalan, bir odam at deganda o'rnidan turib bomdod namozini jamoat bilan o'qigan bo'lsa, Alloh taolo u odamni va oilasini himoyasi ostiga oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men salla subha fa huwa fi zimmatillah." Qanday bir odam bomdod namoz o'qisa, u Allohning zimmasida bo'ladi. Ya'ni Allohning himoyasida, Allohning qo'g'dishi ichida bo'ladi deydi. O'ylab baqing. Agar sizga bir saqchi, "Men sizni qo'g'day, himoya qilay, siz xohlagancha nega borsangiz beravering, ishingizni qilavering" desa, o'zimizni qanchalik xotirjam his qilamiz? Bu kapolat, bu qo'g'dash bir saqchi, bir shahar boshlig'i, hatto davlat raisidan emas, butun koinotning yaratquchisi Alloh taolo tomonidan faqat bomdod namozini jamoat bilan o'qiganlarga berilgan bir mukofot.
qiladi. Ikkinchidan, bomdod namozini vaqtida o'qigan odamning ruhiy holati va kayfiyati yaxshi ustun bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shayton sizlarning gadininglarga, ya'ni ruhiy jihatda 3 xil tuganchini chigib qo'yadi. Aytganda sizlar qo'rqmoqchi bo'lgan vaqtinglarda shayton sizlarga uxla, texi kecha uzun deb vasvasa qiladi. Ya'ni aytganda azan chiqqan vaqtida yoki soatinglarni to'g'rilab qo'ygan bo'lsanglar, soat to'lg'an vaqtida o'rninglardan qo'pay deb o'ylagan vaqtinglarda shayton ozroq uxla, texi vaqt bor deb vasvasa qiladi deydi. Sizlar buning qarta Allohni zikr qilsanglar, ya'ni shu yotqanda yetib turib subhanalloh, astagfirulloh, Allohu akbar deganga o'xshagan bir zikrni aytsanglar, shaytonning sizlarning gadininglarga chigib qo'ygan 3 tuganchisining birinchisi yishib ketadi. Ya'ni shaytonning vasvasasidan qutulasizlar, o'rninglardan turish ig'ir kelmaydi deydi. Shuning uchun ayt deganda soat to'lg'an vaqtida shayton bizga uxla, ozroq uxlab o'tib qo'p degan bu xil vasvasani qilgan vaqtida biz subhanalloh, astagfirulloh, Allohu akbar degan zikrni shu yetib turib aytsak, bizga qo'pish yengil bo'ladi. Chunki bu vaqtda shaytonning tunji tuganchisi yishib ketgan bo'ladi. Biz o'rnimizdan turib tahorat olgan vaqtimizda shaytonning bizning gadimizga chigib qo'ygan ikkinchi tuganchisi yishib ketadi. Tahorat ilib bo'lgandan keyin, namozga turgandan keyin shaytonning uchinchisi tuganchisi yishladi. Ya'ni bizdagi ruhiy jihatdagi ig'irlik, susluq hammasi yo'qaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir musulmon mush orqali, ya'ni at deganda zikr qilish orqali birinchi tuganchisini yishib, tahorat orqali ikkinchi tuganchisini yishib, namoz orqali, ya'ni bomdod namoziga turish orqali shaytonning uchinchi tuganchisini yashgan kishining fa asbahana shayton tayyiban nafsi. Ruhiy holati aktiv va ruhiy pak, ya'ni hech qanday bir ig'irlik bo'lmagan, hech qanday bir yomonlikni xolamagan mushundaq shaklda bo'ladi deydi. Agar shaytonning bu 3 tuganchisi, ya'ni bizning ruhiy holatimizga, ruhiy dunyomizga chigib qo'ygan bu 3 tuganchisi yishimiz qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisning davomida va illa fa asbaha khabithan nafs kasla. Ya'ni unda qilmasa, ya'ni at degan zikr qilish orqali birinchi tuganchisini yishib, tahorat ilish orqali ikkinchi tuganchisini yishib, namoz o'qish orqali uchinchi tuganchisini yishib, buningdan qutulmasa, u ruhiy jihatda bir xil mayna to'p qoladi. Ya'ni ruhiy jihatda mayna to'p qanday bo'ladi? Maynat narsalarni ko'rishni xohlaydi. Maynat narsalarni ilg'amay yeyishni xohlaydi. Maynat narsalarni ilg'amay anglashni xohlaydi. Kaslan, shundaqlar hurum bo'lib qoladi. Bir ish xo'shaqmaydigan, so'z, pas bo'lib qoladi deydi. Bu bomdod namozning bizning ruhiy holatimizga va kundalik turmushimizga ko'rsatadigan aniq bir ta'sir. Uchinchidan, atdaganda sahar turib bomdod namozi o'qigan va ishiga va yoki maktabiga va yoki xizmatiga sahar borganlarning rizqi keng bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu kishilarga duo qilgan. Hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Ey Alloh, mening ummatimning ichidan atdaganda sahar turganlarga barakat bergin, ularning qilgan ishlariga barakat bergin, ma'na ato qilgan, rizqini keng qilgin degan ma'nodagi bu duosini qilgan. Agar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bizga barakat tilagan bu duosiga erishaylik desak, atdaganda sahar turishga ahamiyat berishimiz kerak. Atdaganda uxlashdan zinhar saqlanishimiz kerak. Chunki mushu dunyoda kofir bo'lsa-mu, muvaffaqiyat qozonganlarning tarixiga qarab boqadigan bo'lsak, hammasi atdaganda uxlaganlar emas, balki atdaganda biz bomdodga turgan vaqtdami burun o'rnidan turib ish qilganligini ko'raylik. Shuning uchun bizning cho'nglarimiz atdaganda tatqin xo'rak, muvaffaqiyat oldiga qo'langan o'rak deb bekorga aytmagan. To'rtinchisi, atdagandagi tatliq uyqusidan voz kechib bomdod namozini jamoat bilan o'qiganlarda qiyomat kuni boshqalarda bo'lmagan bir xil nur bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda atdaganda qorong'uda bomdod namozi uchun manganlar qiyomat kuni ularda bo'ladigan bir xil nur bilan xush xabar olsin, bishorat olsin deb bu nur bilan bizga bishorat bergan. Agar qiyomat kunidagi zulmatda menda bir nur bo'lsin, yo'qlik bo'lsin desak, bomdod namozini vaqtida jamoat bilan o'qishga ahamiyat berishimiz kerak. Beshinchisi, bomdod namozini vaqtida o'qiganlar nurg'un narsalarni, butun dunyodagi narsalarni sadiq qilganga o'xshash katta savobga erishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bomdod namozi xayrun minad dunya va ma fiha. Dunyo va dunyoning ichidagi narsalarni sadiq qilgandan mu yaxshi deydi. Ya'ni bir odam atdaganda tatliq uyqusini voz kechib bomdod namozini o'qidi deganlik, u odamda shu dunyoning ichidagi nefret, oltin, qon boyligining hammasini qo'shib mushundaq boyligi bo'lib, bu boyligini Alloh yo'lida sadiq qilgandan mu yaxshi bir mukofotga erishgan bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning rost payg'ambar ekanligiga ishonsak, oxiratda dunyoda qilgan ishimizning mukofotini oldiganligimizga rost ishonsak, bu ishlarga hargiz sal qarmaymiz. Bundaqda buncha mukofotlardan quruq qolmaslik uchun, atdaganda vaqtida o'rnidan tura olishimiz uchun nima ishlarni qilsak bo'ladi? Bunda qo'llangan bir vosita, usul bormi deganda, albatta inson bo'lish sifatimizdan ba'zi usul va taktikalarga diqqat qilishimiz kerak. Masalan, bomdod namoziga vaqtida turish uchun biz qiladigan ishlarning birinchisi bomdod namozining normal qilsin bo'ladigan va yoki kechiktirib o'qisin bo'ladigan narsa emas. Bir musulmon uchun nihoyat jiddiy, chuqur atdaganda sahar turmasa qat'iy bo'lmaydigan, nurg'ulg'an foydalardan quruq qoladigan bir fursat ekanligini zihnimizda yerlashtirishimiz kerak. Atdaganda biz aeroplanda bir yerga bormoqchi bo'lsak, uchadigan vaqtimiz bomdod vaqtidan ilgari bo'lsa-mu, biz atdaganda tamoman uyg'ona olamiz. Va yoki atdaganda imtihonimiz bo'lsa, yoki boshqalar bilan uchrashadigan bir vaqtimiz bo'lsa, biz atdaganda hatto u vaqt bomdod namozining vaqtidan burun bo'lsa-mu, uningga jiddiy qarorligimiz uchun uni uxlab qolmaymiz, uni o'tkazib o'tmaymiz, sagaklik bilan turamiz. Agar biz bomdod namoziga
namazımızga muşxil ciddiyetli muamele qila alsak, bomdod namozni qo'ldan ketkizib qo'ymaymiz. Agar biz musulmon, mu'min, oxiratga ishonamiz, yuqorida deyilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan mukofotlarga ishonamiz deydigan bir musulmon bo'lsak, bomdod namoziga mushu jiddiyat bilan, mushu muhimlik bilan muomala qila olamiz. Shuning uchun old bilan birinchilab bizni qildigan ishimiz bomdod namozining jiddiyatini tunish, ya'ni nihoyat muhim ekanligini, bomdod namoziga sal qarashning, kechiktirishning bir munofiqlikning xisli ekanligini aniq bilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom munofiqqa ikki namoz og'ir keladi dedi. Uning birisi bomdod, yana birisi xubdan. Munofiq degan qanda ig'izda men musulmon deydigan, ammo qalbida rast Allohga ishonmaydigan, oxiratga rast ishlamaydigan kishi munofiq bo'ladi. Agar biz o'zimizni musulmon deb turib, u mukofotlarga ishonaman, rast ashunda mukofotlar bor deb turib, yana bomdod namozi og'ir kelsa, yana vaqtida tura olmasak, biz iymonimizni bir tekshirib chiqishimiz kerak. Chunki bu vaqtga bizning ahvolimiz munofiqqa o'xshab qolgan bo'ladi. Chunki bomdod namoziga tura olmagan va yoki tura olmaganligini shikoyat qilgan shu musulmonlarga atdeganda bomdod namozidan 1 soat burun o'rningizdan turib ishlaysiz, kunligingizga $200 beriladi desa, o'zini men Allohga ishonaman, Allohning va'da qilgan mukofotiga ishonaman, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bishorat bergan mukofotlarga ishonaman deb turib, atdeganda o'rnidan tura olmagan kishilarning $200 uchun atdeganda bomdod namozidan ilgari o'rnidan tura olganligini ko'ramiz. Atdeganda shirin uyqumizdan voz kechira olmagan iymon bizni dozoq azobidan qutuldira olamdi, jannatga kirgiza olamdi, o'zimiz bir o'ylab boqishimiz kerak. İkinciden, atdeganda sahar o'rnimdan turay deydigan bir iroda bo'lsa, kechki og'ir tomoq yeyishni saqlaylik. Kechki og'ir tomoq yeyish badanimizga ziyonli, ham atdeganda odamning o'rnidan turishiga nihoyat cho'ng to'saqlik qiladi. Uchinchidan, soat udlaymiz. Birinchidan soatni zihnimizda udlaymiz. Ya'ni qo'pmasam bo'lmaydi degan bu irodani qalbimizga singdiramiz. Ondan keyin sabab nuqtasidan telefonimizni yoki soatni atdeganga to'g'rilaymiz. Shundaqla soatni to'g'rilab, yenimizga emas, yiroq qo'yamiz. Chunki yenimizda qo'ysak, soat to'lsa, shayton vasvasa qilgan vaqtimizda soatni qo'limizga olamiz, taqib o'tamiz, yana veramiz. Ama yiroqroq qo'ysak, o'rnimizdan turib, soatni berib taqab qilib qo'ychilik uyqumiz eshladi, shaytonning vasvasasidan qutula olamiz. Undan boshqa atdegan turishga bizga foydali deb qaragan barliq vositalarning hammasini qo'llansak bo'ladi. Masalan, do'stim meni soat manchida o'yotib qo'y, telefon qilib qo'y deganga o'xshagan. Shu esimizda bo'lishi kerakki, o'zini musulmon deb qaragan har qanday bir odamning kundalik hayotining tunji ishi atdeganda bomdod namoziga turish bilan boshlanishi kerak. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi ishi nima ish bo'lishi kerak? Buning tafsilotida qiziqsanglar, diqqatinglar kelar-ki darsimizda bo'lsin.